Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalim mehmonlari. Men o'zimda AI yoki bo'lmasa CapCut, InShot shu programmalarda o'zimda sinab ko'rmoqchiman. Qanchalik darajada bilim olish oson yoki qiyinligini sizlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Qiziqqan insonga hech bir narsa oldiga to'siq bo'la olmaydi. Qiziqmagan inson o'sha yurib ham, turib ham, uxlab ham vaqtini o'tkazaveradi. Ishlab ham sharoit bor. Shuning uchun shu narsalardan foydalanishga o'zimga maqsad qildim. Endi bunga baho berish sizlardan. Ko'ramiz qanchalik darajada meni videolarim obuna to'plarkan yoki bo'lmasa like to'plarkan. Endi bu obuna uchun asosiy videolar qilinadi. Agarda sizga ma'qul bo'lsa, sizga qandaydir bir o'zgarishlar, agarda qandaydir sizlarga foydasi tegadigan bir video yarata olgan bo'lsam, men juda xursand bo'lgan bo'lardim. Endi maqsadim ham shu. Agarda sizlarga bir foyda, bir naf tegadigan bo'lsa, bu aniqki obuna bo'lasiz. Yarim asrlik yoshga ega bo'lishimga qaramay, men ingliz tilida dars olyapman hamda mana shu platformalardan foydalanishni ham o'z o'rnida o'rganib boryapman. Hammaga tavsiya qilaman, avval bilim olish kerak, undan keyin pul topish kerak, menimcha shunday foydasi. Yana kimda qanaqa fikr, o'zlaringizni, fikrlaringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin.